Minecraft, lekin bizda cheksizlik qo'lpog'i bor. Bugun biz qishloqi bilan birgalikda cheksizlik toshlarini to'plashga harakat qilamiz. Bizning maqsadimiz esa barcha cheksizlik toshlarini to'plab birgina barmoq qarsilatish orqali Minecraft olamining yarmini yo'q qilib yuborish. Barcha toshlarni to'plab Minecraft olamining yarmini yo'q qilib yubora olamizmi yoki yo'q bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Asab buzarma. Shippi, uxlatishdi. Men esa YouTuberman. Qishloqqa hali boshlashga ulgurganimiz yo'q-ku, nega shoshilyapsan? Qanaqa boshlash? Baba hammasini tushuntirasan. Qishloqqa, sen bilan hammasi joyidami? Negadir ko'zimga qo'rqinchli ko'rib ketyapsan, hammayli. Charchadim shekilli. Qancha charchashga ulgurding, o'zi yarim oydan beri video chiqmayapti. Ha, bu gapingda jon bor. Mayli, tezroq qishloq topishimiz kerak. Charchaganingda daraxt o'rniga loy ko'rinyaptimi? Juda kulgili qishloqqa. Bizning vazifamiz edi qishloq topish. O'sha yerda tanishlik qo'lpog'ini nimalar bo'lyapti biz bilan? Ajinalar kirib olgan ichimizga. Bir soatga qolmasdan hammasi to'g'irlandi. Ha, 59 daqiqada inson istasagan modlaringga. Yog'och kovlaymiz, yangilanish, tosh kovlaymiz. Verstak, alvido! Yangilanish double. Tur ham tushib qoldi. Umid qilamanki, yaqin atrofda qishloq bo'ladi. Tanishlik qo'lpog'iga qishloqda nima bor? Borganimizda bilasan. Bu yerda cho'l bor ekan. Cho'l degani qishloq degani. Umid qilamanki, yaqin atrofda bor. Katta qilamiz. Dahshatli qochishlar. Hozir o'lib qolaman. Ko'p portlama faqat va savanna ham bor ekan. Bu yerda ham qishloq ko'p bo'ladi. Aytganimdek qishloq topildi. Ara cho'l qishloqqa faqat juda ham qattiq qotyapti. Endi men jon iltimos qayig'imga nima qayig'im qani? Uxlatishdi. Reper qoch. Tamadda qilib olamiz. Bekor edim. Yugur qishloqqa zombilar kelmasidan. Bo'ldi. Ertalabgacha shu yerda kutamiz. Bu qishloqqa hech qanaqa tanishlik qo'lpog'ini sotmas ekan. O'zi birorta sotishga shubham bor. Balki sen sotarsan, yo'q. Bu qishloqda tanishlik qo'lpog'ini sotarga hech kim yo'q shekilli. Hammaylar hech bo'lmasa ovqatini uxlatamiz iltimos. Tasigan o'lgimcha. Balki sen sotarsan va albatta yo'q. Menga tanishlik qo'lpog'i kerak. Bular esa qayoqdagi terli shimlar sotadi. Nomuncha tomoch qiyin bo'ldi. Xo'sh qishloqim, menimcha bu qishloqda bizga kerakli odam yo'q. Umuman shunaqasi o'zi bormi dunyoda? Ha, albatta bor qishloq. Nega bor? Kimdir gapirdimi? Qo'y, senga aytyapman, sizlarni o'sha tanishlik qo'lpog'ini qidirib yurgan. Galem, sen gapiryapsanmi? Charchash endi 4-darajaga chiqdi shekilli. Jim tur pachog'ala, sen bilan gaplashmayapman. Ardiy, sen o'sha tanishlik qo'lpog'larini qidirib yurgan, menda bor olsanglar. Galem, robkangga chiqib ketmayapsanmi? Uchta blok masala halda. Men umuman aytganim yo'q edi. Bahslashmasanglar, chiqarib tekshiring. Yo'q, mana qayerda ekan bizga kerak barcha narsalar. Bu yerda hammasi bor, ortiqchasi bilan tanishlik qo'lpog'i, vaqt toshi, ruh toshi, kuch toshi, haqiqat toshi, aql toshi va teleport toshi. Va yana oldida qandaydir aslahalar. Bu yana nimasi bo'ldi? Tanishning aslahasi Madinchini? Ovqat ham sotar ekansan, ajoyib, bursa ayni muddo. Xo'sh, bizga boshlanishga faqat tanishlik qo'lpog kerak, lekin u o'ylaganimdan ancha qimmatbaho ekan. Ha, cho'g'ali, Xitoynikini sotyapsan, chegirma qilsang bo'lmaydi. Bizga ko'p olmos va undan ham ko'p oltin kerak. Mayli, yig'ishni boshladik, lekin Galem bilan masalamiz tugamadi. Men bu ishni qilishim shart. Va hammayli bu yerroqdan qilamiz. Qochdik. Malades, yasha, endi ko'lga qanday kiramiz? Bizni tanishlik qo'lpog'ini sotib olishni o'zigagina 32 ta oltin va 6 ta olmos kerak bo'lar ekan. Yana toshlarga allambalo darslar so'raydimi? Nima axlatdan kolleksiya qiladi bu? Mayli, sen yordam ber, ulay deyapman men. Nima o'zi bu bilan pachaklashib o'tiribsan? Yana hech narsa tushmadi. Bu pachoqali endirbarvardan so'raydi hali. Ha, mayli, sen borib temirni pishir. Men olganda temirni pishirish emas, eritish kerak. Ha, mayli. Pechkalarni qo'yamiz. Hamma temirlarni eritamiz. Yo'q, hammasini emas ekan. Temirni yaxshi ko'raman. Ovqat sotib olsanglar bo'ladi temirga. Ha, esimda. Temir 40 gacha kuchayamiz. Va Galimjon, sendan ovqat sotib olamiz. Umid qilamanki, sendan ko'p ovqat sotib olsa bo'ladi. Va bu shunday qanday ajoyib. Ovqat bilan muammo bo'lmaydi. Yordam qo'yib tashlayapsiz-ku. Men shu yerdaman qishloqqa, nega o'zimga qilich yasamadim? Endi qiynalyapman, o'lsaychi yaramas. O'l, yaramas. 3 ta joy qoldi. Men o'lishimni tasha. Bu balandlikda olmasa aniq topmaymiz. Shuning uchun pastga tushish kerak. Taxminan shu balandlik bo'ladi. Segagina chaklarning o'rtasidan kovlaymiz. Pachoqali, meni skelet o'tyapti. Qoch.
Voy, xo'q, aytu balanddan so'rib, mana shu chuquriga ochib yubordim, xafa bo'lmaysan. Aytgancha yalmog'iz edi u. Bitta yalmog'izdan shuncha baqir-chaqir qildik, ya hammayli bo'ldi kovlashni boshlaymiz. O'zing yarim jo'r yo'q skelet hujum qilganda voy dod qilich beringlar deding. Uzoq vaqtli kovlashlardan so'ng na men na qishloqqa hech qanday olmos ham oltin ham topa olmadik. Vop, qanaqadir kun balki bu yerda bo'lar. Tushunarli, bu yer men uchun emas, qaytaman. Endi kirkam ham yo'q, ajoyib. Atagi yana bir dona taxta bo'lganda bemalol kirka yasam bu yerlardan chiqib ketardim. Xo'sh, endi nima? Qo'l bilan kovlab chiqishim kerakmi? Qishloqdan yordam kutishdan boshqa chora yo'q. Har doim men seni men qutqaraman-da. Qishloqqa eshik tushmasin zinhor, yana u yil eslab yurish ham bor. Bu safar qilich ham, paxir ham yasab olaman. Birorta olmos yo'q, lekin mana 5 ta redstone blok mazza qilib ishlat. Jonga tegdi, men go'chiman, 3 kun to'xtovsiz oyliksiz ishlayman. Bor ishla, men esa temirlarni ertaman. Hech bo'lmasa oltin chiqsa ham shuncha siqilmasdi odam bor-ku. Umid qilamanki, bu safar hammasi chiqadi. Bu yerda uran ham bor ekan. Mayli, bizga uran kerak emas, nima men nimaga o'ylayapman? Voy, qutqaringlar, qishloqqa meni qutqar. Qayerdaman endi? Shuncha radiatsiyadan ehtiyot bo'lib, qulog'ingdan cho'zganlarim esidan chiqdimi? Men yomon ko'radigan narsalar orasida uran topirga chiqdi. Sal ehtiyot bo'lib kirkan olamizda va shartda bu uranni hech kim ko'rmaydigan joylarga yo'q qilamiz. Men nimaga? Menga aql o'rgatasan. Agar 6 ta cheksizlik toshiga ega bo'lsam, birinchi bo'lib koinotdan uranni yo'q qilaman. Shu ishni to'g'ri qilasan, lekin yana men olmos topdim. Va nihoyat qishloqqa bitta foydali ish qildinga tez kovla. Maza. 6 olmos biz boymiz. Olmos-ku hal bo'ldi, lekin 6-chi. Shuncha kovlagan bo'lsak, bir marta olmos, bir marta oltin chiqmadi. Kimlarni ko'rib turibmiz? Ha, oldin Minecraftda oltin kamyoqroq bo'lgan shekilli olmosdi. Senda temir bormi kirka yasashga? Men orqangdan chiqyapman, kovlayman. Yaxshi, kovlayapman, chiqaver. Va nihoyat ozodlikning hidi sezilyapti. Nimaga bu yoqqa blok qo'yib ketding? Senga qulay bo'lishi uchun, bu esa kovlab chiqa olishing uchun. Ko'zlarimga ishonmayman. Bu yana nimasi bo'ldi? Piramida. Jarramas, toshga ulashga majbur qilding-a? Qaralakka hali. Buni men do'stona hazillash deb tomlayman. Nimani tomlaysan? Yo, bu yerda ikkita olmos bor ekan. Bunisi esa sehrli kitob cheksizlikga sehrlangan. Men bombalarni uxlataman. Bu yerda oltin ham bor ekan, ayni muddao. Lekin juda ham kam. Zumradni ham uxlatamiz. Orqangda zombi. Nima? Orqadan so'moqchi bo'lding-a? Pachoq zombi. Sendaqalarni bilasanmi nima qilishini? Sendaqalarni pachog'ingni alvoylanadi. Orqamdan zombi keldi, aytmading-a, sen men aytgandim lekin. Men olding emas edim-ku. Mayli, hamma ortiqcha narsalarni mana bu sandiqqa sol. Balajon aytyapman, chegirma qilsang qil. O'ziga qolsa bitta ikkita olmos qolyapti. Bola chaqani boqish kerak axir. To'g'ri, balani ham qiynayverma qishloqqa. Sotyapti-ku muhimi. Xullas, gapni eshit qishloqqa. Konni 2 soat sarflab biz atagi 4 tagina oltinga erishdik. Bu esa dahshatli darajada kam. Yaxshiroq g'oya bormi? Ha, qishloqqa so'raganing uchun rahmat. Kim bilsa Minecraftda Messa biyom mavjud. Bu biyom ostida esa kim bilmasa oltin juda ham ko'p uchraydi. Bu narsani menimcha hech kim bilmasdi deyarli. Menimcha ko'pchilik bilardi. Messa
qishloqqa qara, bizga endi mesa kerak emas, chunki mana buning ichida ham oltin bo'ladi. Aynan shunaqa vaziyatlarga bo'm yuribman-da, faqat yoqish hech narsa yo'q. Mana buni suv ostida qo'ysa bo'lar ekan, shuni ishla. Adashmasam orqa qismida bo'ladi 5-6 ta oltin blok bizga bemalol yetadi. Bombacha oringga balla qani portlat, yillarni bunga qo'yib qo'yish kerak edi. Mayli, menda ham bitta bor. Qishloqqa qanday qum haqida unutishing mumkin edi. Biz hammasini uddalaymiz. Tugadi, mana buni olish kerak. Hozir men ham senga qo'shilaman bu kechda. Bu yana nimasi bo'ldi? Ozgina. Mayli, birinchi safarimiz omadsiz bo'ldi, lekin bu safar uddalaymiz. Yoki esa yo'q. Chiqishga ulgurdim yarimta joy bu yerdan. Izdivesha qilyaptimi bular? Bu yoqqa mana eshigim bor. Endi nima qilasan? Surreal o'ziga yasa. Nega ertaroq o'ylamadim, paqir bilan nafas olsa bo'ladi-ku. Agar mana bu sekin kovlash effekti bo'lmasa, allaqachon oltinlarni olib bu yerdan surardik. Shuning uchun hozirroq borib suv topib kelish kerak menimcha. Obke, nima qilyapsan? Bo'ldi, spor muhimi tez ishlash kerak. Yana bu effektni olmasdan oldin nega bunchalar tez? Bo'ldi, speedrun bu safarlarni ulguraman, muhimi shoshilish kerak. Mana oltinlar qayerda deylar shuncha payt. Shu yerda qayerda bo'ladi boshqa? Naqd 8 ta oltin blok bu bizga aniq yetadi, surdik. Mana o'sha bilan chegirma qilishga majburlayman men. 1 hour later. Xo'sh, Galem, sen bilan yana uchrashdik. Bizga hozirroq tarislik qo'lpog'ini ber yaramas. Va nihoyat bizda tarislik qo'lpog'i bor. Ataga 6 ta toshni sotib olsak kifoya. Sen shuni havasini tortib olaylik. O'lab bo'lishdi. Yo'q, qishloqqa bunaqasi ketmaydi. Sen undan ko'ra mana bu tanisning qo'lpog'iga qara, bu axir sanada sarku yerga tashlasang xuddi narsadek turar ekan, aylanmaydi-yami. Sen tanisning qo'lpog'i haqida gapiryapsan, epechki bo'ladi. Xo'sh, bu matoqqa qanday qilib toshlarni joylash mumkin? Bo'ldi, tushunarli savollar yo'q. 6 ta cheksizlik toshlari. 6 ta toshni qo'lga kiritgandan keyin birgina barmoq qarsidan cho'rqali dunyoni yarmini yo'q qilib yuboramiz. Boshlanishiga esa vaqt toshini sotib olamiz. Buning uchun bizga yana oltin kerak. To'g'ri, sovat va zumrad. Naqd 16 ta zumrad kerak. Xullas, temir qop meni ko'zlarimga qara. Senga emas bunaqa narxlar qo'yish. Xitoynikini sotyapsan yana. Bu meni narsalarim qanaqa narx qo'yishni ham o'zim hal qilaman. Uchta blok masala hal. Yana menda bilasanmi nima bor? Seni ajaling bor. Bombadan qo'rqasanmi? Menda tiqilib yotibdi. Shunga bir o'ylab ko'r narxlarni. Jonimga tegdinglar, mayli o'zimga ziyon bo'lsa ham sizlarga arzonlashtiraman. Bo'la temir paqirni qidab qo'ydingda, bu yana nima balo bo'ldi qishloqqa? Buni qara, bitta zumrad, bular ham bitta endirmarvar ham bitta bo'pti. Bunisi yana nima balo bo'ldi? O'zi minusda qolib ketyapti-ku endi. Menda vijdon yo'q. Xitoynikini sotyaptimi? Shunaqa sotsin nafing. Olaveringlar, bo'ldi sizlardan qutulsam bas. Yaxshi, bo'ldi. Sendan mana shu narxda olaveramiz bo'lmasa, ayni muddo bo'ldi o'zi. Endi bizda oltimiz bemalol asahalarga ham yetadi. 8 ta. Xo'sh, 2 ta olmos bu yerda mana bu olmos qilishga ketadi va yana bizga 3 ta olmos kerak obsidian kovlash uchun. Bu yana qolganmi shunda? Ha, faqat undan oldin birinchi cheksizlik toshi, vaqt toshini sotib olamiz. Xo'p, vaqt toshi. Endi sen biznikisa qayoqqa tushib ketdi? Bu yerga ber toshni o'ylanadi. Ay, Galeb, toshni bersang, sen surilib tursang bo'lmaydimi? Ololmasam juda ham alam qilardi. Iltimos beringlar, meni vaqtim bo'ldi. Xo'sh, qishloqqa mana shu vaqtdan boshlab vaqtni men boshqaraman. Xo'sh, birinchi tosh joyiga qo'yildi, vaqt toshi. Xo'sh, bu menga nima berar ekan? Naqd 2 ta qobiliyat va ulardan biri bu vaqtni boshqarish. Mana buni kuchlasa bo'ladi. Va nihoyat biz endi tun ezib yubormaydi. Bu atagi bitta toshni kuchi tasavvur qil, 6 tasi birga bo'lsa nima bo'ladi? Aytgancha, bu modda Telegramga tashab qo'yganingni aytdingmi? Yo'q, endi aytmoqchi bo'lib turdim. Shu va boshqa videolarda ishlatiladigan modlarni bari Telegramda. Mening shaxsiy Telegram kanalimda bundan tashqari siz topasiz. Men va YouTube kanal haqida ko'proq ma'lumotlar, men haqiqiy hayotda qanday ko'rinaman va yana keyingi videoni 2 hafta kutishingiz kerakmi yoki yo'q, buni ham Telegramda bilib olasiz. Xullas, ekraningizda turgan QR kodni skaner qiling yoki videosida havola bor. Artefaktda Telegram'i epik narsa. Bizga keyingi ruh cheksizlik toshini olish uchun ruh qumi va oshqovoq kerak bo'lar ekan. Tushunarli. Ruh qumini esa faqat nazardan topsa bo'ladi. Bu degani bizga baribir olmos kerak. Hamma narsa shunga olib kelyapti. Bu yoqqa borsang ham olmos kerak, bu yoqqa borsang ham olmos kerak. Kim yutarkan, o'ydagi yo chapdagi? Yo'q, men yutaman. Qo'sh, nima qilasan? Senga nima bor? Boshladik. Bu yana nimasi bo'ldi? Shu
nishonli davri yetib keldi. Umid qilamanki, hech bo'lmasa shular olmos topib beradi. Va nihoyat olmoslar lavaga tushib ketishiga juda ham oz qoldi. Yana bitta yetmayapti. What the hell bro? Meni suv qayerga ketdi? Men darhol olmaysan. Mafia, kansanda. Hey, bu nima edi? Men kimdir hozir? Voy, kim otyapti meni? Meni to'rni ajinalarmi nima taqdir? Deb hali. Yuqori shu yerda o'tadi. Bu olamni suvga nima qilgan? Va nihoyat yaramas olmoslar topildi. Shunaqa bo'ldi, hamma ishni uddaladan surdik bu yerdan. Ha, nima? Ha, yaxshi, orqangdan boraman. Ishab. Toshbaqa, mana bu senga jazo bo'la qolsin. Enderman Varat bizga aniq ortiqchalik qilmaydi. Obbo, yana tunman, lekin bu endi muammo emas, hozirroq tong qilamiz. Mana bu endi boshqa gap. Boshqa cheksizlik toshlarini ham tezroq olish kerak. Olmos kirkani ham yasab oldik. Yaxshi, xo'sh, endi bizga ruh qumi va oshqovoq kerak. Men Nezilga borib ruh qumini hal qilaman, sen oshqovoqni hal qil. Oshqovoq qidiruvini ochiq deb e'lon qilaman. Oshqovoqni qidiryapsanmi? Ha, ana savanaga depozitda bo'ladi. Bu cho'lda aniq lavali ko'l bo'lishi kerak. Shuning uchun yuqoriga chiqib tekshirib ko'raman. Bloklar tugadi. Umid qilamanki, shu balandlikda ham bironta bo'lsa ham ko'rinib qoladi va negadir hech qanaqa lava ko'rinmayapti desam, va ana aytganimdek bor, faqat ming afsuski cho'lda emas ekan. Mayli, farqi yo'q. Menimcha portalni eski uslubda qurganim yaxshi bo'ladi. Ha, olmos kirkan bor, lekin bu aniq ko'proq vaqt olgan bo'lardi. Lekin qo'rqmang, xavotir olmang, olmos kirkani ham ishlatishga ulguramiz. Nima bo'lgani bu olamni lavasiga? Ummat qaranglar, oldimda bitta temir bor ekan. Aynan shu kerak edi o'zi. Endi shag'alni olamizda, maydalaymiz va kremni tushadi. Tayyor. Va yondirgalkani yasab tashlaymiz. Vop, portal yondi ajoyib, lekin hozircha kirmay turamiz, chunki biz baribir obsidian kovlashimiz kerak. Tanisning aslahalarini olish uchun Xitoyniki bo'lsa ham. Obsidian bor, endi Nezerni ko'rib kelsak ham bo'ladi, axir bizga ruh qumi kerak-ku. Ha, eski versiyalardagi Nezer dahshatli bo'lgan, la'nati bor. Nega bunchalar omadimiz kelaveradi axir? Bu nechinchi videoda ketma-ket biz bu qal'ani to'p olyapmiz. Hamma qo'yayotgan bo'lsa ham bu meni kayfiyatimni buza olmaydi, chunki biz Nezerda 4-5 soat aylanishimiz shart emas. Lekin hozircha ruh qumini olamiz-da, bu yerdan surib boramiz. Men qaytib keldim, Galemjon. Endi xursand bo'layotib deb qaytmaysizlarmi deb. Seni ham ko'rganimdan xursandman. Hali qishloqqa qaytmabdi lekin. Voy, bildim, bu oshqovoqlarni topish oson bo'lmadi esichun. Ha, shuncha payt yo'q bo'lib ketganingga qaraganda shunday. Endi esa bu oshqovoqdan bizga keraklisini yasab olamiz, ya'ni yorituvchi oshqovoq. Xo'sh, endi biz ikkinchi cheksizlik toshi bo'lmas, ruh toshini sotib olsak bo'ladi. Faqat bundan oldin aslahalarini sotib olamiz. Tanisning aslahasi Xitoyniki bo'lsa ham. To'xta, o'zimnikini ham tashlab yuboribman, qaytar. O'gani ham yo'q. Tanisning qo'lpoq ham aslahalari ham bor edi, faqat toshlari yetishmayapti. Mayli, ikkinchi ruh cheksizlik toshini olish vaqti yetib keldi va men uni sotib oldim. Xo'sh, tayyormisan qishloqqa? Men har doim tayyorman. Xo'sh, shunda o'rnataman ajoyib tovushi. Endi xo'sh, ko'raylikchi qanday qobiliyatlari bor. Nima bo'ldi? Menimcha Minecraft ham ikkita cheksizlik toshini kuchini ko'tara olmadi. Minecraft-ku ishladi, lekin negadir hammasi orqaga qaytib qolgandek tosh yana yo'q bo'lib qolibdi. Mayli, ikkinchi marta bo'lsa ham sotib olamiz. Nega ikkinchi marta? Ikkinchi toshni? Hattoki qishloqning xotiralari ham o'chib ketibdi. Hammayli toshni qo'yamiz va yana cheksiz kuchni his qilamiz. Umid qilamanki, bu safar hech balo raso bo'lmaydi. Va ikkinchi qo'lga olib qo'yamiz. Nima ham derdik? Yana qotdi. Negadir qimirolmayapman. Va nihoyat Minecraft ishladi, lekin yana tosh sotib olinmay qolgan. Dahshat bo'ldi. Bu toshni oxirgi bo'lib qo'yamiz shekilli. Nima bo'la deyapsan? Toshni shunchaki qo'y. Qishloqqa senga tushuntirsam gap-ku. Ha, tushundim. Mana bu yarama temir qopcha xotirani o'chiryapti. Balki mayli, endi kuch toshini sotib olamiz. Bitta obsidian va olmos qilish kerak. Yaxshi ham bo'yi bitta obsidian ko'p kovlagandim va kuch toshini sotib olamiz. Demak, hech narsaga tushunmayapman. Tushuntir yo'q, cho'paman seni hozir. Qisqachasiga tushuntirsa, yo Golem yoki Minecraft bizda ikkita cheksizlik
teksizlik toshimiz borligini ko'ra olmayapti. Nima bo'lganda ham kuch toshini qo'yamiz va tovushlar maroqlanamiz. Xo'sh, bizga bu nima berdi? Bitta qobiliyat qo'shildi va bu lazer ajoyib. Kuch toshida yana nima kutasan, to'g'rimi? Yo, shu joyda o'ldiradimi? Yo'q qildi. Xullas tupurdim nima bo'lganiga muhimi menda lazerda tekshirib ko'r qara. Meni o'ldirolmaydi bu pachoqali. Shloqa, bu kuch toshi bu ajdarni ham bitta o'ldiradi kerak bo'lsa, vardani ham yo'yadi. Ha, mot, meni yo'y olmadi-ku. Qanday qilib sen bunga chidading o'zi? Shloqa, javob bersang-chi, sen buni qanday qilyapsan? Ha, tushunarli. Minecraft qotib qolgan. Har doimgidek nima ham derdik. Hozir yana hammasi boshqatdan boshlanmasa bo'ldi. Yo'q, hammasi boyagi joydan davom etyapti. Qishloqqa senga nima bo'lyapti? Ishqalab qanaqadir titanga aylanmayapsanmi? Bug' chiqarib? Qanaqa titan bo'ldi yana? Bilgan biladi, bilmagan ertaga biladi. O'zing pachoqsan. Yo'q, men o'ldim. Asla ham tushunarsiz sabablarga ko'ra yo'qolib ketdi degan ham mayli. Oxirgi oltinga senga sotib olaman. Faqat yana obsidian kovlash kerak. Men aybimmi Minecraft qotib qolayotgani? Obsidian men qaytib keldim. Umid qilamanki, oxirgi marta obsidian sotib olyapman. Bo'ldi, senga aslaha tayyorman, ushla. Sen undan ko'ra ko'r, keyingi cheksizlik toshi qaysi? 4-cheksizlik toshi bizda haqiqat va unga 5 ta redstone blok va okeander kerak bo'lar ekan. Balki ruh cheksizlik toshini ham qo'yib ko'rarmiz, a? Yana qotib qoladi, o'tirasan yig'lab. Xo'sh, qo'ydim va hozircha hech narsa qotmayapti. Demak, ikkinchi qo'lga qo'ysam, qotadi. Malades. Obbo, faqat bu emas. Men yana vaqtlar aro sayohat qildimmi? Obsidian yo'q bo'lib qopti. Boshqatdan kavlash kerak. Qanday dahshat va bularning hammasi kim aybdor bilasizlarmi? Mana bu hech qancha yaramas qavatini sen qilyapsan, men bilaman. Balki qishloqni bo'yi gapir rostdir. Galem ko'ra olmayotgandir bizni, ko'zi kirayotgandir. Agar u yo'q joyda qilib ko'rsak, demak hammasi ishlashi kerak va hozircha hech qanday qochishlar bo'lmayapti. Agar ikkinchi qo'lga olib ko'rsak, qotadi. Dahshat. Xullas men 2 soat internetda titib, modlarni almashtirib, hammasini o'zgartirib bir balolar qildim. Umid qilamanki, men muammoni hal qildim. Va buni tekshirib ko'rishning yagona yo'li bor va umid qilamanki, hammasi ishlaydi. Baloda ishlaydi, hech narsa ishlamaydi, ishon. Bir necha soatlik eksperimentlardan so'ng shu aniq bo'ldiki, qishloqqa aytganda rost ekan, hammasiga rostdan ham o'sha golem aybdor ekan. To'g'rirog'i o'sha golemni qo'shadigan mod. Negadir cheksizlik qo'lpog'ini modi bilan o'sha golem rostdan ham chiqish olmayapti ekan. Men xalaqit berayotgan modni o'chirib tashlashdan boshqa yaxshiroq yo'l topa olmadim. Bu aytganimdek modlarni baribir Telegramga tashlab qo'yaman, lekin faqat cheksizlik qo'lpog'inikinni. Umid qilamanki, men hammasini tushuntira oldim. Unda davom ettiramiz videoni. Vop, mana bu boshqa gap. Endi hammasi ishlayapti. Mana ruh toshi nima qilar ekan? U cheksiz jon berar ekan. Tushunarli. Faqat bu jonlarda ham hech narsa ko'rinmayapti. Shuning uchun ruh toshini oxirgi bo'lib qo'shamiz. Seni nezirda kutaverib o'ldim-ku, yo'qma, u meniki fireballni qaytarib o'ldiraman. Unaqasiga o'ldira olmaysan, yordam beray. Yo'qman, yordam berma. Sen gapni tushunmassan mana. Xafa bo'lmasang-chi, yur olovli tayoqchalarni to'playlik. Nima demadi u? Nega buncha joydan sakraysa o'lishing mumkin-ku. Bu tarixda kelib dahshat kuchli, joni ketmaydi. Mayli, olovli tayoqchalarni yig'ishtirishni boshlaymiz. Sen yig'ishtirib ol, men borib aylanib kelaman. Meni ham o'ldirib qo'yasan, oldingda tursam. Mayli, to'g'ri aytasan, bularni yo'q qilish muammo emas. Qo'rqitib yubordik-ku. Nima bir bo'shi tushdi bittada, qanday dahshat. Qanday omad nima bu o'zi? Umuman olganda menga qilish umuman kerak emas ekan. O'zi nega buncha ko'p tayoqcha to'playapmiz? U yerda bittagina kerak edi, adashmasam. Ketding bo'lmasam, nega o'tiribsan? Menda ham bitta bor lekin. Mana bu oxirgi ikkitani ham yo'q qilib ketay. Meni ulgurdim. Bitta xatoni yo'q qilsang, ikkinchisi kelib chiqadi. Bu yana nimasi? Nega men endi vaqtni boshqara olmay qoldim? Qanaqa baglari jon aytaydi. Buni qara, kaktuslar havoda turgan qumlarni o'syapti. Vayron qilib buni qishloqqa. Buzishni ham bilmaysan, mana o'rgan. Mana bunday qilish kerak. Yo'q bo'lib ketadi. O'zi g'ishsan. Aytgancha sizlarda savol paydo bo'lgandir, agar golem bo'lmasa toshlarni qanday sotib olasizlar deb. Tadam, mana shunday narsa o'ylab topdim, menimcha ajoyib. Golemni ishdan haydadingmi baribir? To'g'ri qilding, lekin menga ham yoqmayotgandi. Faqat golemda dashmasa sal boshqacha narsalarga sotilayotgandi, lekin menimcha bunisi undan ham yaxshi. Chunki o'zingiz bilasiz, efir toshi o'zi suyuq bo'lishi kerak edi. Mana buni nezirdan olib oldim. Menimcha toshlarni ketma-ketligiga ham kalla qo'yib tashladim shekilli. Ha, mayli, endi bizga kitob kerak bo'ladi. Aql toshini sotib olish uchun ketdim. Aytgancha bizga teri uchun sigirlarni topish shart emas. Mana bu quyonlardan ham teri tushadi. Bu yerga kel, yaramoqchi, ana tushdi bitta. Yana bitta quyonchani ko'ryapman, bu yerga kel. Mana senga. Mana qayta qochapsan, buncha qochasan, bu yoqqa kelsangchi. Omadli ming bo'lib yotdi, buni bu yoqqa ketsangchi. Mana shu quyondan ham tushsa tayyor bo'ldi. 4 ta, lekin bundan kitob yasab bo'lmaydi. Lekin bundan boshqa narsa yasa bo'ladi. Oddiy teri, bu qanchalik g'alati-ya. Mojang qayerga qaragansizlar?
Agar bu haqda oldin ham bilgan bo'lsangiz like bosing. Ozgina shakar qamish va hammasini Verstakda birlashtiramizda kitobga ega bo'lamiz. Tayyor edi, bemalol sotib olsak ham bo'lardi. Bu yerda sotib olish tizimi ham ajoyib ishlangan. Tayyor. Men ham gapiray, gapimni qo'yasanmi? Men ham gapiray, o'zim bormaydi. Kim qo'ymayapti seni? Bo'ldi. Uchish cheksizlik toshini ham o'rnatdi va bu menga naqd ikkita qobiliyat berdi. Bulardan biri esa uchish. Mana buni qobiliyat desa tushunaman, buni birinchi bo'lib olish kerak edi o'zi ham. Bo'ldi, endi hamma kerak narsalarga sen borasan, chunki ucha olasan. Mayli, mening qarshiligim yo'q, uchish juda ham maroqli, o'zi ham Supermendek uchayapman-ku. Bu mod bilan uchish qo'yilmaqom darajada ishlangan ekan o'zi ham. Faqat tezlik cheklangan ekan, qaraydi yorug'lik tezligiga chiqish mumkin bo'lganda, undan ham zo'r bo'lardi. Chaqlar paydo bo'lishga ulgurmasdan yerning ichiga kirib ketarding. Bizning keyingi maqsadimiz haqiqat toshi. Va uchun ham hamma narsa tayyor, faqatgina bir paqir lava olib kelish kerak. Va mening uchish qobiliyati bilan bu muammo bo'lmaydi. Uchaqol bo'tanoq o'z orzularingga erish. Aytgancha redstone'dan shu. Bo'lmasa esa ortiqcha o'zingga biror nima yasab ol. Yaxshi, hammasini obsidianga aylantirmabman. Qiziq, o'zimni lazerib o'zimni yo'q qilarmikan tekshirib ko'ramiz va yetvol va negadir ta'sir qilmayapti. Mayli, o'z ekasini o'ldirmaydiganlardan ekan. Xo'sh, haqiqat toshi menda kutib turibsanmi? Va nihoyat men keldim. Redstone joylaymiz va lava stack bo'lmaydi. Mayli, men bu yerga qo'yib qo'yaveramiz. Bo'ldi. Haqiqat toshi menda qishloqi. O'rnat tezroq. Bu toshni qo'ygandan keyin men haqiqatni boshqara olaman. Haqiqat toshi menda endi bir vaqt o'zida 4 ta cheksizlik toshlar bor va bu tosh menga ko'rinmaslik qobiliyatini berdi. Tez chiqmaydi. Haqiqatni boshqaraman, dunyoni bosib olaman deysan. Ko'rmas bo'ling xolos. Endi hamma toshlarning kuchini ham Minecraftda ko'rsatib berish oson emas-da. Oxirgi cheksizlik tosh qoldi. Keyin dunyoni biz boshqaramiz. Oxirgisi Tesseract toshi bizga teleportatsiya qobiliyatini bersa kerak. Shu orqali Ender olamga ham survorsak bo'ladi, adashmasam. Ya'ni o'sha toshcha bilan olamlararo sayohat qilsak bo'ladimi? Ha, aynan. Hozir esa tun qilamizda Ender marvar tovlashga yo'lga chiqamiz. To'g'ri, Enderman. Qanday yaxshi vaqtni boshqara olsang. Enderman topildi va yo'q qilindi. Marvard ham menda. Qaytib tongni o'z joyiga qo'yib qo'yamiz. Ajoyib. Faqat bu emas, bu yerda Ender chest ham ishlatilar ekan. Obbo, yana obsidian kovlash kerak. Kim tuzga o'zi shu retseptlarni obsidian. Yaramas, qayt qo'ndirmada yo'q qiladi. O'ldiramasdim amir, qalqonim bor. Cho'rnajon lavali ko'l, men qaytib keldim va yana obsidian kerak sendan menga. Balki lazer bilan Ender sandiqni yasaymiz, tayyor. Bo'ldi, oxirgi 6-cheksizlik toshini olish vaqti yetib keldi. Shunaqa sen qayerdasan? Qaysi go'rga? Yana shu yerdamisan? Sen qachon odam bo'lasan, ishlash kerak, bu yerda o'tirgandan foyda yo'q. O'zing obsidian kovlayman deb yo'q bo'lib ketding. Nima qilishim kerak edi? Keyincha raqsga tushaymidi? Ha, tushadi. Menimcha shu ham yaxshiroq bo'lardi bekorcha o'tirganingdan. Bundan ko'ra sen cheksizlik toshini o'rnat mana qo'ygan. To'g'ri, Tesseract. Va nihoyat o'rnatamiz. Tayyor edi. Men xohlagan joyga teleport qila olaman, tushunishim bo'yicha. Oxirgi 6-toshni esa borganimizda qo'yasan etga. Yaxshi, faqat bu Tesseractni ishlatishni o'rgansan bo'ldi. Yo, what the hell? Bu yana nima bola bo'ldi? Portal paydo bo'ldi, qara. Bu Tesseract qanday ishlashini tushunmadim. Ha, mayli, ajdarni oldiga olg'a, olamni yo'q qilishimiz kerak. Ajdarni shunchaki o'ldiryapmizmi shunda? Shunaqa desa ham bo'ladi. Uni har safar o'ldiramiz, bu safar ham o'ldirishimiz kerak. Bo'lkovlar. Xo'sh, menimcha oxirgi 6-toshni o'rnatish vaqti yetib keldi. Ruh toshi va menda butun borliq kuchi bo'ladi. 6 ta cheksizlik toshi. Bitta barmoq qarsilatish bilan endi dunyoni yo'q qila olsam kerak. Ana turibdi B harfida. Ajdarni yo'q qilamiz, orqasidan barmoqni qarsilatamiz. Men allaqachon bosdim va chattirmatirlar deb yozdi. Tushunmasam, bo'ldi, buni qanday ishlatishga tushunib yetdim. Shunchaga qishloqini oldiga kelish kerak-da, bu tugmani yana bir bor bosish kerak. Bo'ylanadi. Ajdar menga urilib o'lib qoldi. Ha, mayli, biz ajdar uchun kelganimiz ham yo'q edi. Biz olamni yarmini yo'q qilishga keldik, axir kimning esida bo'lsa. Bechora, senga turtilib ketganiga o'ldi. Xo'sh, qishloqim, menimcha biz kutgan vaqt yetib keldi. Olamni yarmini yo'q qilsak ham bo'ladi. Bilmadim bu nega kerak, lekin kerak. Minimum bu qiziqarli, maksimum obunachilar ham ko'rishni xohlaydi nima bo'lishini. Xo'sh, bo'lmasa men 6-cheksizlik toshini o'rnataman. Bo'ldi, menda barcha qudrat bor. Bos endi. Bo'ldi, bosdim. O'ylanadi yarimta jonim qoldi va qishloqqa sen o'lmading, atrofdagi endermenlarchi? Degandan hech kim o'lmadi-da. Sen o'zing to'g'ri qildingmi, ishonching komilmi? Mana shunisi ishonchim komil emas. Menda toshlar yo'q bo'libdi, la'natlar bo'lsin. 6 ta cheksizlik tosh yo'q bo'lib ketdi, menda esa yarimta jon qoldi. Bu qanday dahshat? Ha, men tushunib yetdim. Men butun borliqni yarmini yo'q qilish o'rniga cheksizlik toshlarni o'zini yo'q qilib yubordim. Pachoq, tugma bosishni bilmaysan, qulpoq qilib qo'yding buni.
Mayli, sakradim, xayr, javob PPKga. Hamma narsadan plyus qidirish kerak. Masalan, endi olamni yarmi tirik qoladi. Xo'sh do'stlar, nima bo'lganda ham bugungi sayohatimiz menga juda ham yoqdi. Ha, to'g'ri, lekin men hali ham bitta narsaga tushunmayapman. Nega haligacha hamma obuna bo'lmagan? To'g'ri do'stlar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va ekraningizda chiqib turgan videolarni ham ko'rishni maslahat beraman. Sen aytgancha bizning ikkinchi kanalimiz ham bor. Shu yoqqa kirib obuna bo'lib qo'yinglar. 100 mingtaga ozgina qolgan. Ahd dushi.